Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni ichaklar haqidagi ayrim ma'lumotlar bilan tanishtiraman. 12 barmoqli ichak ingichka ichakning boshlang'ich qismi bo'lib, uzunligi 12 ta barmoq eniga to'g'ri kelganligi tufayli shunday nom bilan atalgan. Bu ichak bo'shlig'iga ovqatni hazm qilishda qatnashuvchi me'da osti bezi shirasi va jigarning o't suyuqligi kelib quyiladi. Katta yoshli odamda bir kecha kunduzda 500-800 ml me'da osti bezi shirasi va 700-1200 ml o't suyuqligi quyiladi. Ingichka ichak 12 barmoq ichakning davomi bo'lib, uzunligi 5-6 metrni tashkil qiladi. Mazkur ichak devorida uzunasiga va aylanasiga joylashgan mushaklar mavjud bo'lib, ular ichakda ovqatning peristaltik harakatlanishini ta'minlaydi. Ingichka ichakda ovqat 6-8 soat davomida hazm bo'ladi. Yo'g'on ichak nomi jismiga mos bo'lgan bu ichak ingichka ichakning davomi bo'lib, uzunligi 1,5 metrni tashkil qiladi. Mazkur ichak devorida ferment ishlab chiqaruvchi bezlar kam, ammo shilliq modda juda ko'p bo'ladi. Bu shilliq modda ovqat qoldiqlari bilan aralashib, ularni silliqlashtiradi va uning ichaklar bo'ylab harakatlanishini yengillashtiradi. Yo'g'on ichakda asosan suv va mineral tuzlar so'riladi. Qolaversa, bu yerda ovqat qoldiqlari yig'ilib, axlat ko'rinishida to'g'ri ichak orqali tashqariga chiqariladi. To'g'ri ichak ovqat hazm qilish tizimining tugash qismi hisoblanadi. Mazkur a'zo uzunligi 15-16 cm ni tashkil qilib, egri bugriliklardan tuzilganligi sabab to'g'ri ichak nomini olgan. To'g'ri ichakda ovqat qoldiqlari yig'ilishidan hosil bo'lgan axlat yig'indisi to'planadi va tashqi chiqarish yo'li orqali tashqariga chiqarib yuboriladi. Salomatlik eng totli lazzatdir. Salomat bo'ling.